Yangiariq tumani 2-son texnikumida yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda Xorazm viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, yoshlarning fikr va tashabbuslari bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuv davomida mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning bilim olishi, kasb-hunar egallashi va kelajakda munosib o'rin topishi uchun amalga oshirilayotgan islohotlar xususida fikr almashildi. Ayniqsa yoshlarni qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikka qiziqishini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ochiq muloqot ruhida o'tgan tadbirda texnikum o'quvchilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, ta'lim, innovatsiya, zamonaviy texnologiyalar va yangi imkoniyatlar borasida o'z fikr va takliflarini bildirishdi. Bugungi uchrashuv biz uchun juda qiziqarli va foydali bo'ldi. Soliq sohasi kelajakda imkoniyatlar va muvaffaqiyatlarga erishish haqida ko'plab kerakli tavsiyalar oldik. Bunday tadbirlar yoshlarni yanada bilim olishga va o'z ustida ishlashga motivatsiya beradi deb o'ylayman. Men IT yo'nalishiga qiziqaman. Kelajakda IT yo'nalishida ilm olib, ishlashni maqsad qilib turibman. Men Yangiariq tumanidagi 2-son texnikumida o'qiyman. Mening soham tikuvchilik sohasi. Bugungi rahbar va yoshlar o'rtasidagi uchrashuv bahs va munozaralar bo'lib o'tdi. Bunda rahbar bizga turli xil sohalar, ya'ni nazariy bilimdan ko'ra amaliy bilimlarni ko'zlari bilan ko'rib turgani uchun bizlarga turli xil sohalarni taklif qildilar. Bunda o'quvchilar ham o'zlarining fikrlarini namoyon qilib o'tdilar va men o'zim ham ilmiy darajamni oshirib kelajakda o'qituvchilik sohasiga topshirmoqchiman. Uchrashuv yakunida texnikumning faoliyatini yanada rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda ish beruvchilar bilan hamkorligini yanada kuchaytirish bo'yicha yo'l xaritaning bajarilishi o'rganildi. Bunday uchrashuvlar yoshlarning orzu-intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularning tashabbuslarini rag'batlantirish va kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.